Men sizlarga hozir bu kat yo'lda aytganimdek issiq suv datchik qanaqa xususiyatda ishlashini tushuntiraman. O'zi parray bo'ladi. Bu boshqacha kat yo'llarda bo'ladi. Qaranglar. Bu boshqacha kat yo'llarda bo'ladi. Misol bunaqa protoklar juda ko'p xil turda bo'ladi. Men sizlarga buni hammasini hozirda ko'rsata olmayman, lekin men sizlarga bir narsani ko'rsatib berishim mumkin. Mana kat yo'limiz hozir jim turgan holatida men bu issiq suv datchikini tekshirganimda ishlamadi. Men uni sizlarga boshqacha datchik usulida, bu datchikimiz arzon, qimmat emas. 100 ming, 150 ming atrofida turadi. Mana qaranglar, kat yo'limiz hozir yoqiq. Kat yo'limiz yoqiqda biza strelka bo'ylab mana suv datchikimizni strelkasiga qarab mana shamol beramiz. Mana kat yo'limiz. Mana qo'yib yubordik, o'chirdik mana. Smesитель rasmi yondi. Mana. Bu значит o'zini bundoqqina elementi bo'ladi, o'shandan ishlamayotganini bildirdi. Shuna xizmatli bo'lsa yoki mana bunaqani o'zimiz qo'yib olamiz desanglar, tayyor hech qanaqa переделка qilinmaydi. Simni ulanib qo'yib, mana bunaqa holatda ham o'rnatilgan joylar bo'ldi. Ko'p santexnik bolalar bu narsaga men video qilib bering, shuni tushunib olaylik degan maqsadda sizlarga bu videoni qilib beryapman. Kuzatib boringlar, bundan ham zo'ri bo'ladi.